Salom do'stlar, bizda yangi loyiha Pixpol. Xo'sh, bu loyiha mutlaqo tekin. Bu loyihaga faqat so'rovnomalarda ishtirok etgan holda pul ishlashingiz mumkin. Hozirda menda $12.75 hisobimda pul turibdi. Xo'sh, sayt havolasi video opsiyasida qoldirib ketaman do'stlar. Xo'sh, ro'yxatdan o'tib olganman. Sizdan ro'yxatdan o'tishda juda ko'p narsa so'ramaydi, oddiy. Xo'sh, ism, familiya. Xo'sh, Gmail, parol. Shu bilan ro'yxatdan o'tasiz. Boshqaruv paneli, moslik so'rovlari. Boshqaruv panelida xo'sh, bu joyda sizda so'rovnoma bo'ladi, ammo menda so'rovnoma yo'q, chunki so'rovnomani bajarib $10 qancha ishlab oldim. Undan keyin profilni sozlashga o'tsangiz, unda ham so'rovnoma beradi va qarabsizki, siz yana qanchadir dollar ishlaysiz va 12.75 bo'ladi. Xo'sh, bu yerda mijoz so'rov degan narsa bor. 1,5 minut mana shu videolar bo'ladi, o'shalarni ko'rasiz, pul ishlaysiz. Kam beradi. Ammo mana shu ijtimoiy tarmoqlarga ulashish, do'stlarni taklif qilish har biridan sizga yaxshigina pul beradi. Buni ham tekshirib chiqamiz. Xo'sh, Pixpolni tomoshabinlaringiz bilan baham ko'ring. Pixpol haqida kamida 4 daqiqa yoki undan ko'proq video yarating. Ixtiyoriy. Kanalingiz qancha ko'p tomoshabinlarga ega bo'lsa, shuncha ko'p pul ishlashingiz mumkin. To'liq takliflar. Xo'sh, $10 dan $100 gacha berar ekan. Yaxshi. Mana bu joyga kanal YouTube video urul manzili, YouTube video nomi. Xo'sh, bosasiz va yuborishni bosasiz. Buni ham sinab ko'rish kerak. Albatta yaxshi, men tilni avtomatik Google'dan perevod qilganman o'zbek tiliga. Xo'p, Instagramda ham $30 berar ekan. TikTokga misol uchun maksimal $30. Bu juda yaxshi. Kontent yaratuvchisi mana $0.42, $0.42 u kontent yaratuvchisi 12.28 ekan. 10.68, $1.5. Shunaqa qilib pul ishlash mumkin ekan bunda. Xo'sh, yana nimalar bor? Buni ko'rib chiqamiz. Hamkor taklifi, murojaat qiling va daromad oling. Elektron pochta, video, qirq-kod yoki ijtimoiy tarmoqdagi post orqali noyob havolani yuborish. Har bir yangi tavsiyanomadan $1 oling. 100 ta do'stingiz taklif qilsangiz $100 bo'lar ekan. Yo'naltiruvchi havolasi. Xo'sh, men hali hech kimni taklif qilmaganman. Mana, siz kontent yaratuvchisimsiz. Bizda qo'shimcha so'rovnomalar o'tkazish uchun imkoniyat mavjud. Buni bosgan holda nima bo'lishini ko'ramiz. Xo'p. Yana shu menyu ochildi. O'sha gap 4 daqiqadan ko'proq video tayyorlang va maksimal $100 oling. Gap yo'q. 4 daqiqadan 15 daqiqagacha degan ekan. Qarang. Maksimal $100. Gap yo'q. Xo'sh, do'stlar, bunda Payeer va Binance'ga pul chiqariladi. Minimal $100. Bunisi ham bor. O'ylab ko'rib, sabr toqat bilan ishlash kerak. Xo'sh, biz haqimizda degan joyini o'qib ko'ramiz. Bu so'z bo'lmaydi. Biz haqimizda. Pixpol.com bo'sh vaqtingizni o'tkazish uchun.
ataylab ichimda o'qidim, chunki siz o'qigan vaqtingiz chalg'imasligi uchun bemalol ishlasangiz bo'lar ekan. Yaxshi. Xo'p, biz tizimdan ham chiqib ketibmiz. Tizimga kirish mana $12.75 turibdi. Buni ko'paytirib yana pul yechganimiz haqida video tayyorlaymiz. Xayr, sog' bo'ling, kanalga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.